Agar bir insonning chehrasida nubuvat asarini ko'rsang, bilginki u o'sha nubuvat asarini kitob o'qib hosil qilgani yo'q, do'stlar. Chunki ilm ikki xil bo'ladi deganmiz. Suturiy va suduriy. Satrlarda yozilgan ilm bor, sodirlarda, qalblardan ko'chgan ilm bor. Satrlarda yozilgan ilmni ustozni huzurida o'qib, maktab madrasalarda o'rganasiz. Suduriy, qalblarda yozilgan ilm esa Allohning valisini sevib, unga murid, shogird tushish orqali uni kasb qilasiz. Bu uni kitob o'qib hosil qilgan emas, balki muhabbatdagi sidq, sulukdagi vafo, dunyodagi g'ariblik va har harakatdagi muroqaba bilan olgan bo'ladi. Qiyinchiliklar bilan, ya'ni. Oriflar aytadilarki, ba'zi ruhlar Muhammadiy nur aslidan olingan bo'ladi. Kimning ruhi shunday bo'lsa, uni ko'rish maqomdir. O'shanday avliyoni ruhini ko'rish maqomdir. Uning yonida o'tirish poklikdir. Uni tinglash esa zikrdir. Chunki u faqat Alloh haqida gapiradi va faqat Rasulullohga sallallohu alayhi vasallam ishorat qiladi. Agar ismini so'rasang, men sevganimning quliman deb javob beradi. Unda da'vo yo'q, u hech narsani da'vo qilmayapti. Unda da'vat yo'q, u sendan hech narsani talab qilmayapti, buyurmayapti. Faqat haybat bor. Ko'zlarda aytib bo'lmas hadis bor. Qalbida yonib ketmaydigan, balki yoritib turadigan olov bor. Yondirmaydi, lekin yoritadi o'sha olov. Muhammadiy ro'yo, nur ummat ichida joriydir. Solihlarda, avliyolarda, rabboniy ulamolarda. Barchasi nubuvat mas'alasidan nur oladi. Har birining Habibdan sallallohu alayhi vasallam nasibasi bor. Alloh xohlasa zohir qiladi, xohlasa pinhon qiladi, lekin u zoyi bo'lmaydi. Ey Rasulullohni sevgan inson, agar u zotni bir vali chehrasida ko'rsang, bir valining chehrasida Rasulullohning asarini ko'rsang, chehrasida ko'rmasang, balki hali qalb ko'zing poklanmagandandir bu narsa. Ya'ni ey Rasulullohni sevgan inson, agar u zotni bir vali chehrasida ko'rmasang, demak qalbing hali poklanmagan, qalb ko'zing hali ochilmagandan bo'ladi. Agar Allohning bir bandasi bilan o'tirsang va u senga gapirishdan oldin sukutining o'zi bilanoq Allohni eslatib qo'ysa, bilginki u bir nurni ko'tarib yuribdi. O'tir, tingla va poklan. Holbuki u gapirmayapti, u sukut qilyapti. Uning sukut qilib turishi senga Allohni eslatyapti. O'tir, tingla, poklan. Ruhingni, qalbingni pokla. Agar birining huzurida sababsiz sevib qolsang, va'zsiz yig'lasang, so'zsiz xotirjam bo'lsang, bilginki bilmagan holingda Habib sallallohu alayhi vasallam yo'liga tushibsan, payg'ambar yo'liga tushibsan. Nurga dalil kerak emas, do'stlarim. U ko'radi, ko'rsatadi va ko'zni ochadi. Sukut qilgan bildi. Muhammadiy nur.